So'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida jamiyatimizda xotin-qizlarning rolini, ularning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash choralariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shu maqsadda ichki ishlar organlari tizimida tashkil etilgan xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar faoliyati ushbu yo'nalishdagi ishlar samaradorligini yanada oshirishga ko'mak bermoqda. Surayyo Po'latova Guliston shahar ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida mehnat qilib kelmoqda. U bevosita bugungi kunda faoliyati davomida xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini oldini olish, ularning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, xotin-qizlarga huquqiy maslahatlar berish va albatta ularni huquqiy bilim bilan ta'minlashda ko'makchi bo'lib kelmoqda. Hamkor tashkilotlar bilan birgalikda muntazam olib borilayotgan targ'ibot, tashviqot tadbirlari davomida asosiy e'tibor probatsiya hisobida turuvchi ayollar, nizoli va ajrim yoqasidagi oilalarga qaratilganligi bois shahar hududida xotin-qizlar o'rtasidagi jinoyatlar kamayishiga erishildi. Hozirgi kunda Guliston shaharida xotin-qizlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olish maqsadida biz Guliston shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari asosiy e'tiborimizni profilaktik hisobda turgan, probatsiya hisobida turgan hamda bandligi ta'minlanmagan xotin-qizlarimizga asosiy e'tiborni qaratdik va keng jamoatchilik, mahalla, hokimiyat vakillari bilan birgalikda, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda targ'ibot ishlarini kuchaytirganimiz uchun Guliston shaharida ayollar tomonidan jinoyatlar kamayib bormoqda. Guliston shaharda shu kunga qadar 2025-yil birinchi chorak mobaynida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarimizning 52 nafariga himoya orderi berildi. Himoya orderini buzish holatlari kuzatilmadi va jinoyatchiligimiz kamaydi. Reabilitatsiyaga joylashtirilgan ayollarimiz 2 nafarini tashkil qildi va ular hozirgi kunda monomarkazlarda o'z faoliyatlarini davom ettirib kelmoqdalar. Bundan tashqari oliy ta'lim tashkilotlarida ham talabalar bilan doimiy davra suhbatlari o'tkazilishi an'ana tusini olgan. Unda kelajak egalariga himoya elektron tizimi, uning afzalliklari, tazyiq va zo'ravonlikdan himoyalanish, oilaviy zo'ravonlikni oldini olish borasida huquqiy maslahatlar, tavsiya va qimmatli ma'lumotlar yetkazilmoqda. Surayyo Po'latova xotin-qizlar uchun huquqiy ma'rifat dasturini ham tashkil qilgan bo'lib, unda muqaddam sudlangan, probatsiya hisobda turuvchi, oila turmush doirasida muammolari mavjud bo'lgan xotin-qizlarni bandligini ta'minlash, yuqori maoshli ishlarga joylashtirish, kasblarga qayta o'qishlari uchun amaliy ko'mak berish, bir so'z bilan aytganda, ularning ijtimoiy hayotdagi rolini oshirish borasida chora-tadbirlarni olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarorlariga muvofiq bugungi kunda Sirdaryo viloyatining barcha hududlarida, barcha mahallalarida huquqbuzarliklarni, ayniqsa xotin-qizlarimiz tomonidan sodir etilayotgan va etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik hamda jinoyatlarni oldini olish va ularga barham berish yuzasidan qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, bugungi kunda Sirdaryo viloyatimizda 2025-yilning joriy davriga qadar 2800 dan ziyod tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarimizga himoya orderlari taqdim etildi va biz bugungi kunda olib borayotgan profilaktik tadbirlarimiz jarayonida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarimizni mobil aloqa vositalariga e-himoya mobil ilovasini o'rnatish orqali ularni o'sha xavfsizligini ta'minlash va zo'ravonlikni barvaqt oldini olish yuzasidan mana shu ilova orqali foydalanish tartiblarini ham keng tartibda tatbiq etib, profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Surayyo Po'latovaning jamiyatda xotin-qizlar masalalaridagi faoliyati nafaqat ularning huquqlarini himoya qilish, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun tinchlik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgandir. Uning tashkil qilgan tadbirlari va dasturlari orqali xotin-qizlar ijtimoiy himoya, huquqiy bilim va psixologik yordam olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.